Demak, bugungi o'tadiganimiz shu Musa payg'ambarga bog'liq, Musa davrida bo'lgan qissa bilan tanishamiz. Musa va Firavun zamonasida bo'lgan va shu zamonada shu zolim, zo'ravon podshodan iymonini yashirgan kishining qissasi. Agar Firavun zikr qilinsa, har bir mu'minning zehniga birinchi keladigan narsa bir zolim, zo'ravon podsho keladi. Va u podshoni shu o'zini ilohligida da'vo qilganligi, xalqlarni qirganligi, go'deklarni ham yosh go'dek, begunoh demasdan o'ldirganligi darhol hayolimizga keladi. Bani Isroilda ayollarini nomusini toptaganligi keladi. Endi Musa payg'ambarni zikr kelsa, darhol bir yoshligida quvvatli bo'lgan yigit va bu yigitga Alloh o'zining Tavrotini nozil qilganligi, bu Musoni yigitni odamlarga faqat yaxshilik qilishligi, hatto shu solih kishining ikkita qizini, hayvonlarini sug'orib berganligi, shu darajada hayoligi, ularga bir gap otmaganligi, yana bizni payg'ambarimiz bilan bog'liqli joyi, osmonda Merojga Rasululloh chiqqanda shu payg'ambar alayhisalom bilan Merojda uchrashganligini ham bilamiz. Va shu Merojdaligida bu ummatga 50 mahal namoz farz bo'lgan. Dastlab shu Musa alayhisalomning sharofati bilan irji ila robbik, ey Muhammad alayhisalom, Rabbingiz huzuriga qaytib chiqing, yengillikni so'rang degandan keyin 5 mahalga tushib qolganligi ham shu Musa payg'ambarning fazilati bilan bo'lgan. Shuni ham bilamiz. Xuddi shu payg'ambarning zamonasida bir nechta odamlar iymonini yashirib yashagan ekan. Bugun o'tadiganimiz shu Firavunning qasrida iymonini yashirgan kishi haqida. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va qala fir'aunu zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardil fasada. Alloh taolo sura G'ofirda marhamat qilyaptiki, Fir'avn zolim, zo'ravon, xudbin, tog'ut bo'lgan bir podsho butun o'zini katta vazirlarini to'plabdi. Ayonlarini to'plabdi. O'zini xos odamlarini to'plabdi. Unda Bani Isroil yo'q. Hammasi qibtiylar, shuni millatdoshlari. Aytibdiki, va qala fir'avn zaruni, menga Musoni tek qo'yib beringlar debdi. Musoni menga beringlar, topshiringlar. Men Musoni o'ldiraman debdi. U mayli Rabbisiga duo qilaversin. Ko'ramiz, Rabbisi uni mendan qutqara olarmikin, saqla olarmikin debdi. Musoni o'ldirishlikni odamlaridan o'zini xos odamlarga aytayapti. Musa payg'ambarning aybi nima? Keladi, aybi. Yana nima deyapti u? Nimaga o'ldirasan degan savol chiqadi. Odam o'ldirishlikda gunohi og'ir. U o'zi o'ldirgan juda ham qonxo'r, qonga to'ymagan. Nimaga o'ldirasan desa, yana o'zini oqlayapti. Nimaga o'ldiradi? Inni akhafu an yubaddila dinakum. Men xavotirdaman, Musa sizlarning dininglarni o'zgartirib yuborishi mumkin deyapti. Musa Allohning payg'ambari. U dinni o'zgartirar ekanda xalqning dinini. Bu Firavun dindor ekan. U o'zi men eng katta Allohman deyotgan odam. Odamlarni shunaqa aldayapti. Bu dinni o'zgartirib yuboradi sizlarning dininglarni. Shuning uchun o'ldirish kerak deyapti. Yoki yana men xavotirdamanki, bu yer yuzida buzg'unchilik qilishi mumkin deyapti. Allohning eng suyukli payg'ambarlaridan Musa payg'ambar. Tavrot nozil bo'lgan bu kishiga. Muhammad alayhisalomdan keyin ummat ko'p bo'ladigan payg'ambar. Bu Firavun shunaqangi johil, yaramas xalqda oldayapti. O'zini qilayotgan ishlarini oqlashlik uchun men xavotirdaman, bu yer yuzida bir buzg'unchilik qilish mumkin, fasodlar qilish mumkin deyapti. Shu Firavun emasmidi? Shu Musoning zamonasida tug'ilgan paytda Muso bilan billa tug'ilgan, 1 yilda tug'ilganlarni o'ldirgan. Fasodni kim qilgan? Buzg'unchiliklarni kim qilgan? Shu Bani Isroildagilarni qamab yuborgan kim? Dini sababli, iymoni sababli. Endi bu oppoq ekanda Muso payg'ambar buzg'unchi ekan. Shunaqa deyapti. Men bundan qo'rqaman, dinni o'zgartirib yuborishidan, buzg'unchilik qilishidan, yer yuzida fasodlar qilishidan deyapti. Hamma zo'ravonlar shunaqa deydi. O'zini oqlashlik uchun haqni qoralab ko'rsatadi. Xalqni shu bilan aldaydi. Bechora xalq ham shunga aldanib qoladi. Chunki buni nog'orasiga o'ynaydiganlar juda ko'p bo'ladi. Lekin Allohning dini
doim g'olib bo'ladi. Allohning iymoni bu qasrlarga ham, saroylarga ham, shu qasrning ichidagi sof qalblar topadigan bo'lsa, yorib kirib boraveradi. Shuning uchun Firavunning qasrining ichida, Firavunning xonadonida o'zini bilan bir to'shada yotadigan xotini ham qalbi toza edi, iymon uni ham qalbiga yorib kirdi. Shu Firavunning qasridagi qizini oqsochi, toza qalb sohibasi edi, unga ham iymon nuri yorib kirdi. Qalb toza bo'ladigan bo'lsa, shu qalblarga iymon kiradi. Asli qalb buzuq bo'ladigan bo'lsa, u ahli ilmda xonadonida bo'lsa ham ulg'aysa, payg'ambar zodi bo'ladigan bo'lsa ham u iymondan begona bo'lib o'tib ketadi. Muso payg'ambar aytib qo'ydi, o'zini Allohga tavakkal qilganligini, Allohga suyanishligini. Mana bu gapni Firavun aytayotganda, Firavunning huzurida bari Firavunning qibtiylari bor edi. Birorta Bani Isroildan Musoning millatdoshi yo'q edi. Musoning yaqini ham yo'q edi. Bari shu Firavunning o'zining ahli bor edi. Alloh keyingi oyatlarda aytayaptiki: "Va qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula robbiyalloh." Shu o'tirganlarning ichida bir kishi bor edi. Bu kishi Firavunning o'zini ahlidan edi. Firavunning qarindoshi edi, xos odamlaridan edi. Bunaqangi gaplar maxfiy aytiladi. Saroyda bo'lsin, boshqa joyda bo'lsin, qatl qilishlik masalasi shivrab aytiladi. Hamma eshitmasin deb aytishadi. Shu yerda xos odam edi bu ham. Alloh aytayaptiki: "Rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu." Bir kishi bor edi ekan. Bu kishini ati aytilmayapti. Lekin iymonini yashirgan edi, deyapti. Shu Firavun bilan birga yuravergan ekan, gaplashib, uni ba'zi dunyoviy ishlarini bitirib yurgan, lekin iymonli ekanligini Firavunga bildirmagan. Alloh buni nomini zikr qilmayapti bizga. Demak, bizga uni ismi muhim emas ekan. Alloh buni ishini yoqtiribdi. Uni amalini zikr qilyapti bizga. Ba'zi odamlar bo'ladi, ularning ismi, nomi birov bilmaydi, lekin qilib ketgan amallari bo'ladi. Butun asrlarga tatiydi. Shu odam ham shu yerda o'tirgan ekan. Iymonini yashirgan, birov bilmaydi uni mo'minligini, iymon keltirganligini hech kim bilmaydi. Shu odam indamay o'tirdi-da, Musoni o'ldiraman degandan keyin chidamabdi. Iymoni yo'l qo'ymabdi jim turishlikka. Iymonlar ham har xil bo'ladi. Xuddi odamlarning tabiati har xil bo'lgandaqa. Ba'zi odamlar bo'ladi, bu yerdan bir gap aytsa, birovga indamen desa, bu tarafiga qarab aytib ko'radi. Tabiat. Ba'zi odamlar bo'ladi, bo'ldi, gum, soqo. Undan so'rab ham gap ola olmaysiz, ma'lumot ola olmaysiz. Tabiat. Xuddi shunga o'xshash iymon ham shunaqa. Hammaning iymoni har xil. Ba'zi iymonlar shunaqangi portlab turadi. Haqmi aytish kerak deydi. Unda emas, hikmat emas, zarar keladi desa ham, bo'ldi, haqni qanaqangi vaqt keladi deydi. Haq doim haq deb turadi-da, portlab ketadi. Xuddi Abu Zarga o'xshaydi. Abu